Baraka topkurlar, sal uyalinglar, Shunday odam mana nimaga odam ajratar ekan mana hojati mana nima uchun? Onamni bitta narsani aytib o'taman. Onamni bir ayollar bilan gastinisaga joylashtirdik va u ayollar bizga kerak emas, yoshroq odam kerak deb odam ajratishyapti. Keyin qo'yib o'sha xonaga joylashtirdik, qo'ydik va tavaf yana ketdik, lekin bu onamni ajratib qo'yibdi. Qanaqa tushunishimiz mumkin? O'zbek biz baraka topkurlar, sal fikrlaylik, hali bu odamni yoshiga yetamizmi yo'qmi? Shunaqa darajat erisha olamizmi yo'qmi? Balki bizdan yaqindir bu inson Allohga. Biz bilmaymiz bu narsani. Nima uchun keldik bu yerga? Nima uchun keldik? Nima topganmiz bu yerga kelib? Siqilmayapti. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Inshaalloh sizni mana shunaqa qilganlar xor bo'ladi inshaalloh. Men o'zim ko'zimga yosh kelyapti. Mana shunaqa narsa qilgani uchun biz insonmiz, baraka topkurlar, o'zbekmiz. Imom Buxoriy agar shu narsani nima uchun kelganimizni ham men bilmayapman-da. Biz Imom Buxoriyning avlodlaridanmizmi rostdan ham? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ro'zalariga kirdik, duolar qildik-da. Ka'baga kelib turib shu ishlarni qilayotgan bo'lsanglar, bilmadim. Men tilim ojiz, siqilmay onajon, hammasi zo'r bo'ladi. Inshaalloh sizni yaxshi joyga joylashtirib, o'tkazib, omlantirib, boringizga shukr. Sog' bo'ling. Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Sizni xursandchiligingiz eng davomlisi. Uyalinglar ozgina. Alloh hammamizga insof bersin.